Inson qanday qilib o'z yo'lini yo'qotadi? Qachon vijdon sukutga to'xtaydi? Tohir Malikning Shaytanat romani mana shu savollarga javob izlaydi. Bu asar haqiqat bilan yolg'on o'rtasidagi kurash. Unda katta shaxslar, katta tanlovlar va og'ir oqibatlar bor. Bir qarashda hammasi tinch, ammo ichki dunyo kurash maydoni. Asardagi har bir obraz o'z haqiqatini himoya qilyapti. Lekin shunday payt keladiki, haqiqat ham o'zini himoya qila olmay qoladi. Qahramonlardan biri Hofiz Elchin. Ichkilik nimalarga olib kelishini u bilmasdi. U qimor o'ynaydi, u yutqazadi. Hammadan avval o'z qadrini, u hatto o'z xotinini mastlik holatida qimorga tikib yuboradi. Elchin endi qo'lida ayolning qotib qolgan jasadini ushlab turibdi. Ko'zlari uni tanimayapti, hatto kechirmayapti ham. Chunki inson bir kun kelib shunday pastki cho'qqiga tushadiki, u yerda na baxt, na baxtsizlik qoladi. Faqat kech bo'lgan tanlovlar va endi qaytarib bo'lmaydigan xatolar. Elchin endi nimani tanlaydi? U o'zini kechiradimi yoki o'ziga jazo tayyorlaydimi? U yashashda davom etadimi yoki yomonlik ichida yo'qoladimi? Bu kitob bizga bitta savolni tashlaydi. Inson o'zini yo'qotganini qayerda anglaydi? Agar javob bera olmasangiz, demak, shaytanat sizni kutyapti.